Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz mana o'yinda o'ynaymiz. Futbol boshqacharoq. Xo'p. Keyingi o'yinni men o'ynashimni qoldiring. Hozir men o'ynayman. Hop 1-0 yaxshi. O'tkazib oldim. Gadjet ishlatmasa shu. Bola endi men Sergio Ramosga o'xshab udarlar qaytarishni boshlayman. Yaxshi 2-3 bolalar. Hop. 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 Sergio. Bola ozgina qizib olay. Qaranglar, yaxshi o'ynaydi. Prosta bu gamburger ham yaxshi o'ynar ekan-da. Shunchaki yaxshi. Hoppa, Sergio. Sizlarga kommentda yozib qoldiring. Ronaldomi, Messimi yoki вообще qaysi futbolchi sizga yoqadi? Kommentda yozib keting. Yaxshi avtogol. Hoppa. Gol. Bitta gol bo'lsa necha bo'ladi? Yaxshi. U gadjetlar, ular gadjet ishlatib haqqoni yutmaydi. Yaxshi, bolalar 6-6. Sizdan obuna va like bosib qo'ying. Keyingi videolarda qiziqarliroq video olishim uchun. Men 6-6 bola birinchisiga xishtimaman. Xo'p, birinchi o'yin tugadi. Men o'zi birinchi o'rindim. Ko'p o'ynamaganidan 30-o'ringa hozir tushib ketdim. Baribir birinchi o'ringa yana chiqaman. Xo'p. Ola necha 6-6. Hozir yana bitta o'ynab ko'raman. Sizdan obuna va like qo'yib qo'yinglar. Bu o'yinchi Joe Grant 55. Men o'ng tomondaman endi, u chap tomonda. Iltimos 50 ta obunachi bo'laylik. Shunda stream, yaxshi videolar boshlayman. Keyin yaxshi shortslar. Albatta siz ham kommentariyada keyingi o'yinda nima o'ynashimni aytib yozib qoling. Yangi shortslar qanaqa mavzuda shunaqalar yozib qoldiring albatta. Yaxshi, ikkovi gadjet ishlatib yubordi bolalar. Hoppa. Yaxshi gol. Ama kimadi 5-0 nimaga повезло deysan. Gol. Shunaqa Sergio Ramosga o'xshab qaytaraveraman men. Hemen 6-1. Pasta. Hop. Hop. Shunchaki. Voy, ozgina yetmadi. Hop. Voy, bo'ldi, mana buni oldiga. Bola. Oz. Voy. Mana bitta gol uray. Hop. Yaxshi bo'ldi. Hop. Gol. Yaxshi 7-5. Nimagadir 5-0 dan 7-5 qilib oldim. Gapirganimgami chalg'ib. Bundan keyin hozir gapirmasdan. Mayli, yutdik 7-5 ga. Bolalar, sizga rahmat, obuna va like qo'yib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr.